Ishtixon tumanidagi Ismoil Eshmonov bog'lari fermer xo'jaligida amaliy seminar o'tkazildi. Unda viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi mas'ullari tomonidan dala chetlari, kanal va sug'orish tarmoqlari atrofidagi bo'sh maydonlardan unumli foydalanish masalalari muhokama qilindi. Viloyat fermerlar kengashi bilan hamkorlikda tashkil etilgan mazkur tadbirda Payariq va Qo'shrabot tumanlaridan kelgan yer egalari ham ishtirok etishdi. Seminarda bitta maqsad har bir qarich yerdan baraka topish, dala chetlariga bozorbop mahsulotlar ekish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi turdi. Tadbirda qonunchilikka kiritilgan so'nggi o'zgartirishlar atroflicha tushuntirildi. Endilikda dala chetlarini bo'sh qoldirish nafaqat isrof, balki qonuniy javobgarlikka ham sabab bo'ladi. Xususan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra ajratilgan yerlardan samarali foydalanmaslik jiddiy choralarga olib keladi. Monitoring natijasida yer uchastkasiga maqbul ekin ekmagani aniqlansa, o'simliklar karantini va himoyasi agentligi bu haqida soliq idorasiga ma'lumot kiritadi. Bunday holatda joriy yilgi yer solig'i stavkasi 3 baravar miqdorda oshirib hisoblanishi qat'iy belgilab qo'yilgan. Asosiy maqsad jazolash emas, balki eksport salohiyatini oshirishdan iborat. Dala chetlarida yetishtirilgan mahsulotlar xorijdagi bozorlarda talab yuqori bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Bu esa ham fermerning daromadi, ham aholi farovonligi uchun xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, bugun yerga bo'lgan munosabat butunlay o'zgardi. Dala chetdagi xazina endi e'tibordan chetda qolmaydi.